Uzuqul aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizni g'alaba bilan tabriklayman. Rahmat. Va matbuot anjumanida ochiq deb e'lon qilaman. Va birinchi savolimiz shu uchrashuv haqida o'zingizni fikrlaringiz. Assalomu alaykum barchaga. Bugungi o'yinda birinchi bo'limda o'yinimiz hujumda menimcha qovushmadi. Deyarli biz vaziyat bo'lmadi, faqat birgina o'darni hisobga olmasak. Ikkinchi bo'limda o'ylagan rejalarimiz amalga oshdi. Yigitlarga uqtirgan edik, albatta standart vaziyatlarga e'tiborliroq bo'lishdi. Hujumda ham, himoyada ham standart vaziyatdan biz gol urdik, standart vaziyatdan gol o'tkazib yubordik, ozgina e'tiborsizlik bo'ldi. Men o'ylayman, g'alabaga munosib o'yin ko'rsatdik. Shuning uchun barcha muxlislarimizni, yigitlarni tabriklaymiz. Shu, savollaringiz bo'lsa agar. Alaykum assalom. Tabriklaymiz. Bugun tarkibda shu o'tgan o'yin solishtirganda biroz o'zgarishlar bo'ldi. Shu qadar qolishi. Bugungi o'yinga shu raqib Buxorolikdan kelib chiqish shunaqa qo'llanildi yoki bu o'zini xabaringizmi? O'z tarkibimizdan kelib bugungi bu o'sha sxemada ham, tarkibda ham o'zgarish qilishga harakat qildik. Bu o'sha bugungi o'yinga eng yaxshi tayyorgarlikka ega bo'lgan o'yinchilardan sxema tuzishga harakat qildik. O'sha uchun bugungi qarorimiz shunaqa bo'ldi. Uzuqul aka, Cho'lovich haqida so'ramoqchi edim. Bu o'yinchi o'tgan mavsumda ham ikkinchi davrda kelib juda ham katta yordam bergan edi jamoani o'sha ikkinchi davrdagi muvaffaqiyati va bugun ham ko'rdikki, shu zaxiradan tushib, aynan shu to'rttalik almashtirishdagi ayniqsa shu Cho'lovichning harakatlari o'yinni keskin Nasaf tomonga oldirib yubordi. Bu futbolchini holati haqida va o'yin haqida. Cho'lovichni, Kenjaboyevni bugungi o'yinda rejamizda bor edi. Bu rejamizda bu asosan o'sha qarshi hujumlarda agar bizga bu narsa muhim bo'lsa, ularni o'yinga jalb qilishimiz kerak edi. Shundoq bo'ldi bugun. Chunki Cho'lovich bilan Kenjaboyev bilasizlar, o'sha qarshi hujumlarda yaxshi harakat qiladi. Cho'g'larni holati hozir yaxshi, faqat bugungi sxemamizga tushmagani uchun ikkinchi bo'limda o'yinimizni kuchaytirish uchun, raqibni charchaganidan foydalanish uchun shu o'yinga ikkinchi bo'limda qaror qildik. Avvalambor assalomu alaykum, g'alaba bilan tabriklayman. Nasafning keyingi penaltilarini Chiran tegmaydimi? Yo'q, biz ishonamiz. Bugungi o'zi Chiran bugungi o'yinda balki biz kutgan o'yinda o'yna olmadi, buni bilmadim. Nimagandir bugun nafaqat o'sha penaltida, o'yinda ham ozgina kamchiliklar bo'ldi. Balki o'sha stabil hamma o'yinda to'liq o'ynayotgani, balki charchoq bo'lgandir. Lekin unga ishonishda davom etamiz. U faqat biz jamoada emas, balki O'zbekistonda bu jarimalarni eng yaxshi amalga oshiradigan o'yinchilardan biri hisoblanadi. Yana bo'lmasa, Uzuqulga bu biroz o'yindan ma'lum tashqari shu ikkita o'yin avval Nasaf kubokda o'z yurishini boshladi. Bilamiz, Nasaf shu o'tgan mavsumda bundan ishlar ketma-ket kuboklarni qo'lga kiritib, o'tgan yil kubokda o'ta omadsiz qatnashgan. Bu yil jamoa 3 frontga kurashadi. Bu yil kubokdagi o'tgan yilgi yomon natija uchun kompensatsiya bo'ladi. Umumiy kubok haqida biroz gapirib o'tdingiz. Endi o'yin o'tib ketgandan keyin so'ralyapti. To'g'ri, albatta biz o'tgan yil chempionlikni birinchi maqsad qilib, qaysidir turnirdan biz kechgan edik. Buni ochiq ayta olaman. Bu o'sha kubok o'yinlariga ham, Liga Chempionlar o'yinlariga ham biz ikkinchi darajali bo'lib qaragan edik. Bu yil unaqa bo'lmaydi. Har bir turnirda biz yutuqqa erishish uchun harakat qilamiz. so'zda. Rahmat. Rahmat sizga. Xo'p, rahmat.